Xo'p, assalomu alaykum. Sizlar bilan Shohrux. Bugun sizlarga razborimni ikkinchini qilib beraman. Ikkinchi video va'da qilganimdek. Bitta ko'rganamiz, ya'ni nima uchun kirdim yerdan, nimaga chiqdim. Bu yerda просто grafik bilganman, lekin aslida men объемda kiraman. O'shaning uchun ko'rsatib beraman hozir. Buni birga olamiz, lekin объемni ko'rsatib beraman hozir. Buni o'chirib tashlasak, bekitdim. 9 birinchi bitim. Mana shu yerdan edi. Ya'ni nima uchun kirgan edim, hozir ko'rsataman sizlarga. Hop. Shuni olgan edim. Undan keyin bizlarda tipimiz har doimgidek ustiga qo'yilgan edi. Mana shu yergacha edi. Mana shu yergacha ishlaganman. Bir gap eshitdim, bitta bu yerdalik bo'lyapti-yu. Ishlagandim. Xo'p, bu yerda nima uchun kirganman men? Keling, sizlarga tushuntirib beraman. Bu yerda asosiy sabab nima bo'lgan? 9-kuni bo'lgan bu bitim. Xo'p, strukturani bu yerda yuqoriga buzdi. Bizga ko'rib turishimiz mumkinki, mana bu yerda ob'em bor edi, bu ketdi. Narxga harakatlanib, ikkinchi marta ham ob'emni buzdi. Undan keyin bu zonani kesib qo'ydi o'sha. Keyingi boradigan zona faqat mana shu yer bor edi. Xo'p, shunaqa ekan. Endi keyin nimaga aslanib ketsam bo'ladi? Ya'ni reaksiya berish mumkin edi-ku, narx qotib qolgan paytda. Lekin yana bitta narsa bor, bu yerga qarasalaringiz, switchida pastida qizil gutgan. Buni mana beradi bizlarga. Bu yerda absorb bo'lyapti. O'shaning uchun yuqoridagi joygacha borish kerak edi. O'shaning uchun men mashinadan kirib, birga 5 butun olib ketdim. Mana shu yergacha ushlab turganman. Undan keyin bizlarda agressiya bor edi. Ya'ni bu yerda mana ob'em kamaygani, ya'ni olib chiqib ketishga bozorda ob'em yo'q. Bu yerda esa покупка bor. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu yerda mana ob'em bor, mana bu yerda ham o'sgan, mana bu yerda. Undan keyin narxni o'sishini ko'rishingiz mumkin. Undan keyin harakatlanib yuqoriga ketdi. Hop. Bu birinchi bitim edi. Ikkinchi bitimimiz qaysi? Ikkinchi bitimimiz bu bizlarga qaysi edi? Uchib tashlasak kerak emas bu. Men keyin maydon kirdim. Nima uchun men bu yerdan kirdim? Endi esa qarasalaring bo'ladi. Narx keldi-yu, mana bu yerga kelgan payti o'sha buni urib o'tolmadi, bir marta test qildi, o'sha 2 marta test qildi. O'shandan keyin men mashinadan kirganman. Ikkinchi bitimga mana shu yergacha kirganman. Va nima uchun kirdim? Nima uchun chiqib ketdim? To'g'ri, aniqroq ushlasam bo'ladi, lekin maksimum buzganim. Bu reaksiya berdi. Undan keyin menga qilasizlar sizlar. Bizda katta ob'em mana bu yer bor edi, mana. Mana shu yer bor edi. O'shaning uchun mana shu yergacha kutishim kerak edi. Bu o'sha tez bo'lib ketdi. Yuqoriga olib chiqdi, yuqoriga pastga tez qilib, bu yuqoriga yopildi. O'shandan keyin men mana shu yerdan kira boshlaganman. Aktivni selga bergan davleniya, lekin ochib ketolmadi. Keyin mana bu yerda ham ko'rsak bo'ladi. Bu yerda bizlar kattaroq qilay. Ko'rib turganlaringizdek narx kelyapti. Strukturani pastga yoqalab yuqorida sindirdi, lekin bu yerga qarasangiz aslida kumulativ delta yuqoriga qarab ketyapti. Bu esa yuqoriga o'syapti mana. O'shaning uchun men mana shu yerdan kirdim va mana shu yergacha ushlab turdim. Yuqorigacha. Bu bitim menga birga 5 olib kelgan ekan. Shunday gaplar. Xo'p, ikkinchi bitimga keladigan bo'lsak, undan keyingi bitimga keladigan bo'lsak, bu yerda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Endi qaranglar, bu yerda yana bitta narsa bor. Ob'emdan bizlarda zonamiz bor edi deb aytdik, ya'ni mana bu yerdagi hali zonani biz buzmaguncha bizlar aktivni bay qilamiz. Mana shu zona buzilgandan keyin bizlar sel ko'rsak bo'ladi. Endi qarasangiz bo'ladi. Narx keladigan strukturaga e'tibor beradigan bo'lsak,
maxfiy struktura bilan keldi. Mana bu yerga borib narx qotib qoldi. Keyin yuqoriga buzib o'tdi u. Lekin qarasalaringiz, fonda seldagi davleniya berdi, olib chiqib ketolmadi pastga. Undan keyin yuqoriga aktivniy покупка boshlandi. Buzgandan keyin, undan keyingi zona bizda mana bu zonalar edi. Va o'shaning uchun mana shu yerdan bay kirishib beradi. Ya'ni mana shu yergacha ushlab tursam bo'lar edi. Undan keyin esa bizlar mana ko'rib turganlaringizdek kirdim. Qayerdan? Mana shu yerdan mana shu yergacha ushlab turganman. Buni esa pastga qo'yib qo'ygandim. Va bu yerda ham narxni ko'rsatadigan bo'ladi. Absorsiya yopilgan. Mana narx bu yerda mana bu switch pastda qizil bo'ldi, pastga tashladi. Lekin narx olib ketolmadi bu yerda mana. Undan keyingi shamni kutdimdagi pastga ochilishidan kirganman, mana yuqorigacha ushlab turganman bozorda. Tashlab, asta-asta chiqib ketdi keyin. Va 9-da qilingan bitimlarim shular edi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Podpiska bosib qo'yinglar.